Bolajonlarimizga qanaqa kravat olish kerakligini bilasizlarmi? Ko'rib turganingizdek, juda ham sifatli bo'lish kerak. Qirralari umuman bo'lish kerak emas. Bolajonlarimiz 1 yoshga to'lganida aynan shu holatdan kravatdan sakraydi bola. Shuning uchun bu holatda xavfsizroq bo'ladi. Matraslari cho'kmaydigan, ham tekis, ham bolajonlarimizning umurtqasiga ziyoni bo'lmaydigan bo'lish kerak bo'ladi. Shunaqa kravat tanlaganingizda adashmagan bo'lardingiz. Endi bu kravatimizning yana bitta zo'r xususiyatlari bor. Yevropaning standartiga javob bera oladigan razmer balandlikdan farzandlarimiz bemalol yiqilsa xavfsiz bo'ladi. Juda ham zo'r. Yiqilishini oldini oladigan doskalar ham bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, juda ham zo'r. Yana bitta zo'r yutuq tarafi keyingi. Yoshing nechida? 9 yosh bola bemalol chiqadi. 9 yosh bola sig'adi. Bu kravatimizdan maksimum 6 yoshgacha farzandlarimiz yayrab yotadi. Yana bitta bu kravatimizdan zo'r fishka tarafi bor, ordinarniy kravat ham bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, ordinarniy kravat ham bo'ladi. Shu holatida ham doskasini qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Farzandlarimiz kechqurun uyqusidan dumalab tushib ketmasligi uchun doskasini ishlatasizlar. Juda ham zo'r, juda ham sifatli, ham bejirim. Uylarni juda ham chiroyli qilib turadigan mebellarni tavsiya qilamiz.